Ozdiruvchi top 5 ta mahsulotlar. Assalomu alaykum. Videoda bugun sizga mahsulotlar ro'yxatlari haqida ma'lumot beraman. Juda ham ko'plab mahsulotlar haqiqatda sizni ozdiradi, lekin top 5 ta mahsulot borki, insulin gormoningizni tushirib, qonda shakar darajasini normallashtirib, xolesterin darajasini tushirib, tezroq vazn tashlashingizga va hattoki sizni o'sha vaznni, ya'ni tashagan vazningizni ushlab turishingizga ham yordam beradi. Biz vazn degan so'zni yonida doimo insulin gormonini birgalikda olib yuramiz. Qanchalik sizda vazningiz yuqori bo'lsa, shunchalik insulin gormoningiz yuqori, insulin rezistentlik holati, doimiy ochlik hissi yoki papillomalarning toshib ketishi, tizzalada yoki qo'ltiq ostlarida qorayishlarning ko'payib ketishi, yuzingizdagi baqbaqalarni osilib ketishi, mana shu holatlarni ko'zimizning oldiga keltirishimiz kerak. Chunki insulin gormoni yuqori ekanligi shu holatlar sabab bo'ladi. Sizda xamirli ovqatga, gazli ichimliklarga, uglevodli mahsulotlarga, tortlarga, pirojni, shirinliklarga bo'lgan talab insulin gormoningiz qancha yuqori bo'lsa, ortib boraveradi. Uni tushirish uchun esa bizga ratsionimizga mana shu hozir men sizga sanab beradigan mahsulotlarni qo'shishimiz shart. Birinchi o'rinda top mahsulotlardan bu aynan ko'katlar. Kashnich, ukrop, petrushka, selderey, mana bu mahsulotlar ratsioningizda ko'proq bo'lishi kerak, chunki ko'katlar bu kletchatkani manbai va kam uglevodli mahsulotlar hisoblanadi. U sizni nafaqat ozdiradi, balki sizni ichaklaringizni faoliyatini ham yaxshilab beradi. Juda ham ko'pchilik ortiqcha tana vazni bor insonlarni qabziyat qiynaydi. Qabziyatda eng zo'r yechim organizmga albatta kletchatkalarni, tolani miqdorini organizmga berish. Bir kunda 30-40 gram albatta kletchatkalarni, ya'ni ko'katlarni iste'mol qilishimiz kerak. Ko'katlardan turli xildagi detokslarni ham tayyorlab ichishingiz mumkin. Bu haqida albatta detokslarning retseptlarini video shaklida Telegram kanalimda qoldirganman. Seldereydan detokslar yoki ismaloqdan detokslarning retseptlarini Telegram kanalimdan osongina topasiz. Albatta ularni oling. Bilasiz, qancha kam kaloriyali mahsulotni iste'mol qilsangiz, vazn tashlashingiz shuncha tezlashadi. Aynan mana shu ko'katlar kam kaloriyali mahsulotlar hisoblanadi. Ya'ni siz qancha yesangiz ham ortiqcha tana vazn yig'maysiz. Tarkibida chunki xrom bor, magniy bor, bu kabi mahsulotlarni, mikroelementlar va kerakli bo'lgan vitaminlarni osongina olasiz. Ikkinchi mahsulot bu foydali yog'lar. Foydali yog'lar bu nafaqat sizni umumiy holatingiz uchun, balki o'tfi uchun, jigar uchun, buyrak uchun, ichki organlaringiz holati norma bo'lishi uchun kerak. Demak, zaytun yog'i, o'simlik yog'lari yoki zig'ir yog'lari bu ratsionda bo'lishi shart. Va uzun muddonagidan ham hattoki yog'lar bor. Bilasiz, bu ham eng foydali yog'lardan bittasi hisoblanadi. Yog'lar sizga nima bera oladi? Yog'lar, ya'ni foydali yog'lar bu sizga uzoq muddat to'qlik hissini beradi. Siz yog'larni organizmga kerakli miqdorda berganingizdan keyin perikuslar qilib, har 2 soat ovqatlanib yoki har oshxonaga kirganingizda og'zingizga narsa olib yeb qo'yavermaysiz. Chunki organizmga yog'ni bergansiz, foydali yog'larni, bu sizga uzoq muddat to'qlik hissini berib, sizni yaxshigina ozdiradi ham. Foydali yog'lar ayniqsa 35-40 yoshdan keyin har bitta ayol kishining organizmiga berilishi shart. Nimaga? Chunki foydali yog'lar bu aynan sizdagi jenskiy gormonlaringiz, ya'ni estrogen, estradiol darajasini norma holatga tushirishga, sizga uzoq muddat to'qlik hissini berishga, sizni hay siklaringizni norma holatga keltirishga yordam beradi. Uchinchi top mahsulotlardan bittasi bu aynan avokado. Bilaman, avokadoni topish O'zbekistondan juda ham qiyin bo'lishi mumkin. Hammani ham bu mahsulotni olish uchun cho'ntaga ko'tarmasligi mumkin. Lekin mutaxassis sifatida albatta men aytishim kerak, biz foydali yog' degan paytimizda birinchi o'rinda albatta zaytun yog'i bilan birgalikda avokado mahsuloti ham keladi. Ya'ni avokado bu foydali yog'larga boy bo'lgan hisobiga siz nonushtada masalan xlebchi nonga avokadoni surib ham yeydigan bo'lsangiz ham siz 3 soat, 4 soatdan keyin och qovurmaysiz. Sizdagi ovqatlanish soati 6 soatgacha bemalol bora oladi. Demak, avokadoni ratsionga albatta kirgizamiz. Foydali yog' va uzoq muddat to'qlik hissini berib, bizani yuzimizni, bizani sochimizni, bizani terilarimizni holatini norma holatga keltirib berish uchun ayniqsa ayollar uchun juda ham foydali. To'rtinchisi esa bu aynan tuxum. Tuxum, bilasiz, bu oqsil, ya'ni hayvon oqsili. Lekin hayvon oqsili ham albatta organizmga norma holatda berilishi kerak. Agar u me'yoridan ortib ketsa, ya'ni hayvon oqsillarini o'ta ko'p iste'mol qilishingiz bu xolesterin darajasini ko'tarib boradi. Agar sizda xolesterin darajasi norma holatda bo'lsa, siz bir kunda xohlagancha tuxum yesangiz bo'ladi. Tuxumni qovurilganmi yoki qaynatilganmi holatda iste'mol qilishingiz mumkin. Lekin agar sizda xolesterin darajasi o'ta yuqori bo'lsa, tuxum bir kunda bitta yoki 2 dona qaynatilgan holatda iste'mol qilasiz. Qovurib emas, qaynatilgan holatda yoki undan ham ko'proq masalan tuxum yeyishingizga to'g'ri keladigan bo'lsa, tuxum sarig'i mumkin emas. Tuxumni oqini iste'mol qilasiz. Tuxumda eng foydali bo'lgan albatta yog'da eruvchi vitaminlar bor. Bilasiz, yog'da eruvchi vitaminlar, vitamin A, D, E, mana shu narsalarni hammasini tuxumdan ola olasiz. Tuxum sarig'ida xolin bor. Undan tashqari litsitsin bor. Demak, ular organizm uchun kerak. Siz kerakli bo'lgan vitaminlarni, mikroelementlarni bergan paytingizda sizga uzoq muddat to'qlik hissini berib, sizni yaxshigina ozdiradi. Hayvon oqsillari bo'lganini hisobiga
hisobiga uzoq muddat sizga to'qlik hissini beradi. Va oxirgi top mahsulotlardan bittasi bu go'sht. Xo'p, mol go'shti. Siz uni qovuribmi, qaynatibmi, bug'da pishiribmi, dimlabmi, har qanaqasiga ozish jarayonida foydalanasiz. Chunki aynan mol go'shti hayvon oqsili bo'lganini hisobiga uzoq muddat to'qlik hissini berib, sizda aynan temir tanqisligi holatini oldini oladi. Bilasiz, temir tanqisligi holati bu sizdagi o'sha ozolmaslik holatlariga, gemoglobin foizini past bo'lishiga, holsizlanishga, libidoni pasayib ketishiga, har narsaga asabiylik holatlaringizga, ya'ni jahlingizni juda ham kuchayib ketishiga sabab bo'ladi. Aynan temirni miqdorini esa, kunlik normasini esa siz albatta go'shtdan bemalol olishingiz mumkin. Mol go'shtidan salatlarni tayyorlagan holatda ertalab ham, kechqurun ham, tushlikda ham iste'mol qilishingiz mumkin. Faqatgina go'sht mahsulotlari albatta, masalan, biz u narsani organizmga tezroq singishni xohlaydigan bo'lsak, sabzavotlar bilan birga iste'mol qilingan paytda organizmda tezroq so'riladi. Masalan, karom mahsulotlari yoki istalgan sabzavotli salatlarning ichiga go'shtlarni maydalab yuboradigan bo'lsangiz, pishgan go'shtni organizmda yaxshi so'rilish hosil qiladi. Bundan tashqari, hayvon oqsili va aynan go'sht, ya'ni bu ayollar uchun kerak, chunki hayz siklini norma holatga keltirishga yordam beradi, chunki tarkibida temir bo'lganini hisobiga. Bundan tashqari go'sht bizadagi qalqonsimon bez faoliyatimiz uchun ham albatta kerak, chunki bilasiz, go'sht temirga boy bo'lganini hisobiga, agar sizda temir tanqisligi ketayotgan bo'lsa ham bu qalqonsimon bez faoliyatidagi o'sha gipotireoz holatlarini yanada kuchaytirib olishi mumkin va ayollardagi hayz muammosi bilan, hayz sikli bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'ta tez kelishi hayzni yoki 40 kunda yoki 2 oyda bir marta hayz ko'radigan holatlaringiz bo'lsa ham, albatta ratsioningizga hayvon oqsillaridan biri bo'lgan go'shtni kirgizing. U sizni nafaqat ozdiradi, balki sizni holatingizni yaxshilab beradi. Demak, siz bildingiz top 5 ta mahsulotlarni. Bundan tashqari ratsioningizga albatta kirgizing oqsillarni, foydali yog'larni va albatta murakkab uglevodlarni. Faqat sodda uglevodlarni iloji boricha ratsiondan cheklash kerak. Agar har 2 soatda tez perikus qilib, insulin gormoningizni oshirib borayotgan bo'lsangiz, bugungi video mana shu siz uchun edi. Mani top maslahatlarimga amal qiling va yuqoridagi mahsulotlarni ratsioningizga kirgizing. O'zingizdagi ortiqcha tana vazn yoki o'zingizdagi o'ta bir ishga bo'lgan layoqatsizlik, holsizlik yoki dangasalik, erinchoqlik, asab tizimi bilan bog'liq bo'lgan muammolarga osongina yechim topa olasiz. Keyingi videolarda yana ko'rishamiz.